kengaytirib bemorimiz bor. 5-marta kelishingizda 5-marta hijoma amaliyotini o'tkazdilar. Holatlari bo'yicha bemorimiz 42 yoshdalar. Jizzax viloyati Paxtakor tumanidan eski Ulyanov jamoat xo'jaligi bo'lsa, hozirgi Chamanzor jamoat xo'jaligidan. Marhamat, o'zingizni tanishtiring. Men Tursunov Olim, Paxtakor rayon Nobahor savdolarman. 80-yilman, 42 yoshda. Qancha vaqt bo'ldi mana shu kasallikning boshlanganiga? Bu boshlanganiga 20 yoshimdan boshlangan. 20 yosh bo'lsa, demak 22 yil vaqt mobaynida avval davolandingizmi mana shular bo'yicha? Bizga davolanganmiz ko'zim bandisalarda foydasi bo'lmagan. Teri tanosil kasalliklari bo'yicha degandayna. Xo'p, endi bu 5-marta olishimiz har haftasiga hisoblaganimizda 5 hafta vaqt bo'ldi. Demak 35 kun, 40 kun vaqt mobaynida bo'lyapti. Hozir bir og'iz ko'rsatasizmi? Bu telefoningizda avvalgi birinchi holatdagi rasmlarni ochib bering. Bu qiyosan bo'layotgan effekt haqida, natijalar haqida bizlar ko'rsatmoqchimiz. Demak, o'zingiz ko'rsating kengaytirib. Bu birinchi boshdagi holatdagi ikkinchi rasm. Bosh qismida bu. Ikkinchi rasm. Mana bu yelka qismidagi. Yelka qismidagi. Endi qismida. Bu uchinchisi orqa tomondan kallani olingan. Endi o'sha boshingizni ham ko'rsating, hozirgi holatini. Hozirgi holati o'tiraversin. Hozirgi holatini. Hozirgi holati mana shunday. Azizlar, mana salkam 40 kunda bu boshdan olingan hujuma evaziga shu psoriaz kasalligining shunchalik darajada bo'lishligi, bu 22 yillik kasallikni 40 kunda mana shunday holatga kelishi albatta bu rekord daraja bo'lsa kerak. Hammada ham, mana bu hamkasblarimizga ham tavsiya qilaman. Albatta teri tanosil kasalliklari yelkangizdagini ham ko'rsatsangiz marhamat. Mana bu bemorimizning yelka holatlaridagi bo'ldi. Endi keyin olaylik. Xudo xohlasa hali biz ishimizni batamom yakuniga yetkazmadik. Nasib bo'lsa yana qatnab turadilar. Batamom yo'q bo'lib ketguncha biz surtilayotgan malhamlarimizni beryapmiz hamda iste'mol qilinadigan, ichilayotgan malhamlarimizni beryapmiz va parhezlarga amal qilyaptilar. Demak, hijoma, surtiluvchi mahsulotlar, malhamlar, surtiluvchi malhamlar deganda juda ham murakkab emas albatta. Chunki ermon, qora andiz, sedana yog'i, bular o'sha mikroblarga qarshi kurashuvchilar. Iste'mol qilayotgan malhamlar ham kavrak, andiz, sumbul, zanjabil kabilar va parhezlarga amal qilish. Parhezlar hijoma, ichiluvchi hamda surtiluvchi malhamlar. Mana shular evaziga Allohga shukr qilamiz. Bizlarni sababchi qilgan ekan, mana shunchalik darajada foyda topib turibdilar. Marhamat, telefon raqamingizni aytib qo'ying so'raganlarga. 99lik 042 87 26. Yana bir marta takrorlang. 99lik 042 87 26. Gruppadagilar hozircha xayr, salomat bo'lasizlar. Marhamat, savol javoblar bo'lsa, maslahatlarga kutamiz. Tepasida to'xtat. Bemorimiz bor. 5-marta kelishingizda 5-marta hijoma amaliyotini o'tkazdilar. Holatlari bo'yicha bemorimiz 42 To'xtatishdi. Mana arqonni topib qo'yishgan.